Assalomu alaykum hammaga. Biza Yangi bozor tumani Bog'alandamiz. Ariqbo'yi ko'chasi 1-uyda Eshonboy Nurulla akaning uyindamiz. Uyimizda ham ko'mirdan atab yana o'tirib topshirib berdik. Xudo xolasa uyimiz hammayamiz shunday zamonaviy panelli batareyalardan bo'ldi. Samochok sistema ishlab topshirganmiz. 32lik, 25lik, 20lik aralashtirib ishlab berdik. Podachi trubamiz 32ligimiz 36 metr. 25'ligimiz 70 metr. Keyin podachilarimiz aynani üstünden yuvardik. Patologları pasrak bo'lgani uchun shunday bo'lib qoldi. Shuning uchun 20'liklerimizden 9 metr ishlatib berganmiz. Keyingi xonalarimizda bu yerni podachini kelib o'zini doğru tushib, bir ikki xonamiz bor. Buna однотрубный sistema ishlatib yuborganmiz. Bu birinchi batareyamiz, bu ikkinchi batareyamiz. Shu uyimizda 9 yere panelli batareya qo'yildi. Bu üçüncü batareyamiz. Umuman bellara podacha apparatga tortishning iloji bo'lmadi. Shuning uchun plastik sistemada ishlatib tortib berdik. Keyin dalanlarimizdan dalamizga o'xshash 3 yera batareya qo'yildi. Hammasini zamonaviy shu rossiyskiy latuniy 15lik amerikankali yazdırıp alınadigan konnektlarni qo'yib ishlab berganmiz. 4-cü batareyamiz. Keyin zalımız, katyolumuz, stenamız arkasında durdu. Podacha apparatlarimiz şuradan girken 32'lik bu. Aboyda bo'lgan joylarni ishlashlarni ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hammasini turbani o'zining razmerida döşüp ishlab berganmiz. Printslarni ham aytmayman. Keyin aytib o'tgandek patologimiz pastlayapti. Bu yerdan podacha yubormadik, shuning uchun yaqinda keyingi xonalarni hammasini aynani tenidan tushirib yubordik. Evvel o'zi patolog bo'lgan ekan, ustidan patolog qoldirib berib, bir xatar tushirib patolog aytgan ekanlar. Shuning uchun aynalarning ustida zo'r dum kam qoldi. Shuning uchun majbur bo'ldik shunday deb yuborishga. Döşlerni ham qo'llangancha birovning mehnatini yapmayın. Turbani o'zining razmerida döşüp ishlab berdik. Panelli batareyalarimizni ham qizdirib topshirib berdik. Xudo xolasa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir atapleniyalar o'tiramiz. Iloji bo'yicha biz maslahat beramiz. Shu atapleniya o'tirgan vaqtda samochok sistema ishlashi uchun alyumin batareyalardan foydalanish kerak. Sababi hozir podacha apparatdan 32lik, 25lik, 40lik tortsangiz ham steyeklarimiz 20lik bo'ladi, kelib 15lik bachonka bilan ulanadi. 15lik amerikankalik kranikimiz ham o'zi döşü kichkina bo'ladi. Keyin bu yerda amerikankasini o'zini döşki kranikdan ham sal kichkinaroq bo'ladi. Shuning uchun samochok sistemada aylanishi savnavosiga bo'ladi. Bularni yarmidan pasi uncha qizmaydi. Nasos qo'shib ishlatsangiz, lekin batareya yaxshi qizdiradi, yaxshi effekt beradi. Birimizdan baka chiqarib berganmiz. Yan tarafımızdan atapleniyanı ikiye bölüp yuvardik. Cayni iki taraftan. Podacha apparatimiz 32'liklerimiz işörece oldu. Muşaça. Üstüne poni 32 oldu. Kalganı 25'lik oldu. Eğer şunu edip Xudo xolasa nölden atapleniya o'tiraman desangiz, hamma materiallari bilan birga, kolakisi, ustasi, materiallari, katyollari bilan birga 32 million so'm qamchot pul chiqib boradi. Berimizdan kelgan vaqtimizda 5 million so'm avans oldik. Bugun Xudo xolasa bitirib, yoqib qizdirib topshirdik. Hisob kitob etib, spesiyalarni ham ko'rsatib. Mana bir zalimiz, berimizda 2 batareya qo'yganmiz. Keyin o'rtalik xonamiz. Bellarimiz ham shuni. Qani yozda iloji bo'lsa, orqa xonalar ham shunday balandlik davonda hammasini aynaning ustuna o'tirib yuborar edik. Shuning uchun boshqa ilojimiz bo'lmagani uchun shunday deb yubordik. Esa shu ko'rib kuzatib boraverasizlar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Statistika bo'yicha почти bir 65% odam kanalimizga obuna bo'lmay ko'rib turibdi ekan. Shu kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa shu kommentariyada atapleniyaga taalluqli savollarınızı bersangiz
Xudo xolasa her birine cevap berip çıkamiz. Köpürak like'larını basıp qo'llab-quvvatlang. Shunda YouTube bizning videolarimizni keyingi ko'mir atab yana o'tiraman deb videolarni kuzatib yurgan musofirdagi og'ayni-o'g'illarimizga videolarimizni rekomendatsiya chiqarib beradi. Siz sog' va salomat bo'ling. Hammaga rahmat.